Anime boshida Itadori nomli yigit bir noma'lum joyda edi. U boshida hech narsani eslolmadi, lekin uni oldidagi odam uni o'limga mahkum qilinganligini aytdi. Sababi uni ichida dunyodagi eng kuchli va dahshatli la'nat Ryomen Sukuna bor. Agar Itadori ichidagi maxluqqa boshqara olmasa, u ichidan chiqib, dashi butun dunyoni ham yo'q qilib yuborishi mumkin. Kelaylik unda aynan boshida nima bo'lganini ko'rib chiqamiz. Bosh qahramon Itadori Yujini dodasi kasal bo'lib qolgan. U hatto yaqinda o'lish ehtimoli ham bor. Yujini dodasi uni ko'rgisi kelmayotgani uchun u ertaga o'zi borib ko'rishadigan bo'ldi. O'sha kuni kechasi Fushiguro Megumi ismli yigit la'natlangan tumorni olgani keldi, lekin u joyga qarasa, u yerda hech qanaqa tumor yo'q. Bu ish Megumiga topshirilgani uchun endi u buni yer tagidan bo'lsa ham topish kerak. Ertasi kuni Yuji do'stlari bilan maktabda edi va aynan shu vaqtda maktabga Megumi ham keldi. Va bu maktabda la'natlar borligini payqab qoldi. Maktabda Itadori rostdan ham juda kuchli ekan, hatto u bemalol o'qituvchilarni ham yutib qo'ya qoldi. Yujini qiladigan ishlari borligi uchun u bu yoqdan ketdi va Megumi unda la'natlangan narsa borligini sezib qoldi. Lekin Megumi unga yeta olmadi. Menimcha Yuji Flash uzoq qarindoshi bo'lsa kerak. Yuji gul olib kasalxonaga keldi. Uni dodasi o'lim arafasida bo'lgani uchun oxirgi gaplarini aytdi, ya'ni Yuji, sen kuchlisan, sen odamlarga yordam ber. Va shu bilan u o'ldi. Va kech chiqqanda Megumi amallab Yujini yoniga keldi va undan la'natlangan tumorni so'radi, ammo la'natlangan tumor Yujida emas, uni o'rtoqlarida ekan. Ular tumorni ochdi va uni ichida bitta qizil barmoqni ko'rishdi. Va ularga boshqa la'natlar hujum qilishni boshladi. Yuji bilan Megumi uy joyiga shoshilishdi. Yujini o'rtoqlari la'natga duchor bo'lganini Megumi bildi va Yujini tashlab ketdi. Sababi Yuji ham kirsa, o'tda o'lib ketishi mumkin. Megumi ichkarida o'zining texnikasini ishlatib, ularni qutqarmoqchi bo'ldi, lekin ularni qurshovga olgandan keyin bu unchalik darajada oddiy narsa emas. Yujini qatlardir qichib bu joyga kelgan edi va bu ham yaxshilikka bo'ldi, ularni ikkalasi ham qutqarib oldi. Ular endi bundan xursand bo'lib turishdi, lekin xursandchilik unchalik uzoqga cho'zilmadi. Boshda la'nat Megumi bilan urushdi va Megumi bundan ancha zarar ko'rdi. Yujini yana qatlaridir qichib unga yordam bermoqchi bo'ldi va unga ham bu ancha qiyinlik qildi. Va ayni paytda Yujini kuchi yetmagani uchun Yuji o'sha la'natli tumorni yutib yubordi. Va endi Yujini tanasiga Ryomen Sukuna ismli la'nat kirib bordi. Keyin oldidagi maxluqqa bitta qo'lida yengib qo'ya qoldi. Mana endi butun dunyodagi eng kuchli la'nat qaytib keldi. U juda ko'pchilikni o'ldirishni niyat qilgan edi, lekin Yuji o'zini tanasini o'zi boshqarishga harakat qildi. Bu joyda juda ham ko'p chalkashliklar bo'lib ketdi va ayni vaqtda videoni boshida chiqqan sehrgar Gojo Satoru keldi. Gojo Yujini ichida o'sha la'nat Sukuna borligini bilgandan keyin uni qanchalik boshqara olishini tekshirmoqchi bo'lib, u bilan jang qilib ko'rdi. Ammo Sukunada hozircha bor yo'g'i bitta dona barmoq bo'lgani uchun u umuman Gojoga qarshilik qila olmadi. Mana endi tushunishimiz mumkinki, hozir Yuji bemalol Sukunani nazorat qila olyapti. Megumi Gojodan Yujini tirik qolish uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qiling deb iltimos qildi. Mana endi u bugun va'dasini bajaradi. To'g'ri, Yuji o'lishi aniqdir, lekin buni kechiktirish mumkin. Ya'ni u Sukunani hamma barmoqlari, ya'ni 20 ta barmog'ini yegandan keyin u bemalol o'lishi mumkin. Lekin Yuji uni qabul qilmasa, uni hozir o'ldirishadi. Men taxmin qila olaman. Juda ko'pchiliginglar hozirda chiqayotgan yangi animelarni yomon dublyaj bilan kechiktirib ko'ryapsizlar. Sizlarga yangilik bor. Sizlarga yaxshi beradigan tavsiyam bu Anibla platformasi. Qanaqadir g'ira-shira ovozda anime ko'rgandan ko'ra maza qilib Aniblada ko'rsangiz bo'ladi. Yuji albatta keyinroq o'lish tanladi va ikkinchi barmoqni ham yedi, ammo Sukuna yana tashqariga chiqib ketmadi. Mana endi bundan keyin Yuji Tokiodagi sehrgarlar kollejiga boradigan bo'ldi. Bu kollejda hamma topolmasligi uchun bu shahar chetida joylashgan.
Lekin bu joy ko'proq maktabga emas, ibodatxonalarga o'xshab ketadi. Yo'lda ketayotganda Sukun og'zini chiqarib, Gojoga "Men seni bir kun kelib o'ldiraman" deb aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Sukun o'z vaqtida eng kuchlisi bo'lgan ekan va hech qanaqa sehrgar unga qarshi chiqa olmagan. Yuji qiziqib Gojodan qaysi birilar eng kuchlisizlar, Sukunami yoki sizmi deb so'radi. Gojo ozgina o'ylanib, albatta men yutaman deb javob berdi. Kollejga kirish uchun avval uni direktori bilan gaplashish kerak, ya'ni Masamichi Yaga. Lekin u hozir qo'g'irchoq tikib o'tiribdi. Yaga oldin Yujini maqsadlarini bilmoqchi bo'ldi. Yuji bu paytda dodamma aytgan vasiyatlarini bajarishim kerak deb aytdi. Lekin Yaga undan o'zi kutgan javob olmagungacha tinmasdan qo'g'irchog'i bilan urushtirdi. Qo'g'irchoq ham uncha-munchani o'yladan emas ekan, bosh qahramonni o'ldirib qo'yishga ozgina qoldi. Yuji qo'g'irchoqni ushlab oldi va u mardonavor gapirdi, ya'ni men qanaqa bo'lishimni bilmayman, lekin bu menga qiziqmas. Shuning uchun u nima bo'lishidan qat'iy nazar shunchaki odamlarga yordam berishga harakat qiladi. Endi uni tabriklasak bo'ladi, u ham nihoyat 9 yil o'qib kollejga kira oldi. Xullas biz xonalarga joylashib oldik. Endi ertadan ishlarimizga jiddiy qaraymiz. Endi ularga yana bitta qiz qo'shiladi. Uning ismi Kugisaki Nobara. Va tabriklasak bo'ladi, Yujida jodugarlarning kiyimi bor. Ular Tokioga boradigan bo'lishdi, lekin bu joyga emas, bu joyga. Qishloq aholisini masxara qilish bo'ldi bu. Nobara Yujini barmoq yeganini eshitgandan keyin undan 1 metr uzoqda yuradigan bo'ldi. Ichkariga faqat Nobara bilan Yuji kiradigan bo'ldi, sababi Megumining ahvoli hozir uncha yaxshi emas. Yuji Gojodan vaqtinchaga oddiyroq qurol olib turdi. Ichkarida Nobara Yujiga quloq ham solmasdan ajralishni taklif qilib, ajralib ketdi. Yuji ham qo'ldagi qurol bilan bemalol la'natni yo'qib tashadi. La'natlar doimo faqat maxluq ko'rinishda bo'lmaydi, hatto ular maneken ham bo'la olgan. Nobara o'zini kuchi bilan la'nat yo'q qildi, lekin boshqa la'nat bitta bolani asirga oldi. Nobara taslim bo'lishga qaror qilgan edi, lekin vaqtida Yuji devorni teshib kelib yordam berdi. Boshda la'nat qochib ketayotgan edi, lekin Kugisaki o'zini texnikasi bilan uni o'ldirdi. Keyin bizga uni o'tmishini ko'rsatishdi. U kichkina bo'lganida Saori ismli qiz qishloqqa ko'chib kelgan. Lekin u qancha mehribon bo'lmasin, qishloqdagilar uni umuman yoqtirmas edi. Saori bundan keyin qishloqdan ketdi, lekin Nobara bundan juda ham xafa bo'ldi. Mana ishim bitdi, endi bo'lsa navbat ovqatlanishga. Megumi bu paytda bu videoga komment yozish bilan ovora, shuning uchun siz ham yozib qo'ying. Oradan bir necha kun o'tdi. To'g'ri, ularning birinchi ishi oson edi, lekin bu narsa hozir jiddiyroq. Sababi bu joy ichidagi la'nat hatto maxsus darajada bo'lishi ham mumkin. Ma'lumot uchun, maxsus daraja degani bu la'natlarning eng kuchlilaridan degani. Gojo xizmat safariga ketgani uchun ularni faqatgina uchalasi kira olardi. Ejichi ismli ko'zoynakli odam bu joyga parda qo'ydi, sababi agar parda bo'lsa, tashqaridagi odamlarga va boshqa narsalarga zarar yetmaydi. Ular ichkariga kirib ketishdi va eshik ham birdan yopilib qoldi. Keyin sekingina ichkariga kirib boraverishdi. Yuji o'lik jasadlarni tashqariga olib chiqmoqchi bo'ldi, lekin Megumi unga qarshilik qildi va ayni vaqtda la'nat ham sekingina kirib kela qoldi. Yuji Megumiga ketish kerakligini aytdi, sababi u la'natda o'zi ushlab turmoqchi bo'ldi. Bu Yujining iltimosi bo'lgani uchun Megumi rozi bo'lib ketdi. Yuji yolg'iz o'zi bo'lgani uchun va juda ham kuchsiz bo'lgani uchun u la'natga umuman hatto qarshilik ham qila olmadi. Mana oxirida Megumi Yujiga hammani qutqargani haqida xabar berdi. Endi bo'lsa Yuji Sukuna bilan tanasini almashtirdi. Boshda Sukuna oldidagi la'nat bilan Megumiga hujum qilmoqchi bo'ldi, lekin bu reja o'xshamay qoldi. Va Sukuna bu la'nat bilan jang qilib, oxirida hududini kengaytirib, bu la'natni sochib tashladi. Va u barmon olib, sekingina Megumining yoniga suruvora qoldi. Sukuna bu joyda bor yo'g'i o'yin qilish holati va Yujining yuragini tanasidan sug'urib oldi.
Megumi Sukunaning yonida qanchalik kuchsiz bo'lishiga qaramay, u bilan qo'lidan kelgancha jang qildi. Albatta bu jangda Sukuna yutushi 100% aniq bo'lib turgandi. Megumi oxirida hali o'zi ham to'liq nazoratga olmagan texnikasini ishlatmoqchi bo'lib turgandi. Lekin Yujin o'zi Megumining gaplaridan keyin sekingina o'zini tanasini o'zi boshqara oldi. Lekin uni yuragi yo'q bo'lgani sababli baxtli hayot kechiringlar bu dunyodan ko'z yumdi. Ertasi kuni bo'lsa bir to'da la'natlar shaharda bemalol yurishgan edi. Eslatib o'taman, la'natlarni odamlar ko'ra olmaydi. Shuning uchun ular bemalol yura oladi. Ammo sehrgarlar va ichidagi la'natini boshqara olganlar ko'rishi mumkin. Aynan hozirgi paytda Yuji morgda edi va Yujini o'lganini eshitgan Gojo juda ham jahli chiqib turgan edi. Bu joyga Shoko ismli odam keldi va u Yujini tanasini tekshirib ko'rmoqchi edi. Uni do'stlari ham bu narsadan xafa edi, buni bildirishmasa ham. Bu joyga birdan Maki Zenin kelib, "Cho'ta xafa o'tiribsizlarmi?" dedi. Inumaki va Panda kelib, kecha ularning sherigi o'lganligini aytdi. To'xta, Panda? Xullas Maki qanchalik katta xato qilganini o'zi tushunib yetdi. Bu kollejda albatta o'quvchilar ko'p va bulardan Maki Zenin u asosan la'natlangan qurollar bilan jang qiladi. Inumaki u aslida juda kam gap gapiradi, asosan faqat baliqlar haqida gapiradi. Chunki uni kuchi ovozida. Va Panda u ham jang qilishi oz-moz biladi. Yaqinda ularda uchrashuv bo'lib o'tar ekan. Aynan hozir paytda la'natlar restoranda ovqat yeb o'tirishgandi. Va Kenjaku ismli la'natni ichi bo'yicha ularda ikkita reja bor. Birinchisi Gojoni yo'q qilish, ikkinchisi bo'lsa Yujini o'ziga olib Sukunani qaytarish. Siz Yuji o'lgan deyishingiz mumkin edi, lekin bu joyda nimadir bor. Xavotir olmaymiz, Yuji hozir tirik, faqatgina Sukunani hududining ichida. Yuji boshida u bilan jang qilib, uni yutmoqchi bo'ldi, lekin bu befoydaligi aniq edi. Va Sukuna Yuji bilan bitim tuzmoqchi bo'ldi. Lekin Yuji unga qarshi chiqmoqchi bo'ldi va agar meni yutolsang, bemalol hamma shartingga roziman dedi. Yuji yana tirildi, hamma shokda. Gojo uni qaytgani bilan tabrikladi va bundan u juda ham xursand edi. Gojo endi hammaga birdan Yuji do'stlar yana qaytib keldi deyish o'rniga boshqacha reja o'ylab qo'ydi. Bu paytda kafedagi la'natlar Satoru Gojoni yo'q qilish yo'lini o'ylashayotgan edi. Bu paytda ofitsiant kelib, lavashni skitkada beramiz deyotgandi. Jogo ismli vulqon boshlanadi o'ttiga hamma odamlarni olovda yoqib tashadi. Va oxirida u Satoru Gojoni o'zim o'ldiraman deb aytdi. Hozirgi paytda o'quvchilar mashqlar qilishayotgan edi. Hozirda Yujining tirikligi hech kimga aytilmagan sababli Gojoni shaxsan o'zi uni ustozi bo'ladi. Gojoni ichi bo'yicha la'natlangan texnikalar faqatgina odamni o'zini tug'ilgan paytidangina bo'lar ekan. Ya'ni masalan tug'ilganda qanaqadir maydagina qobiliyati bo'lsa, kelajakda yana qo'shimcha qobiliyatlar o'zidan o'zi ololmaydi. Masalan, agar sehr haqida gapiradigan bo'lsak, bu asosan u odamning o'zini talantiga bog'liq. Gojo endi Yujini juda ham qiyin mashqlar bilan mashq qildiradi. Ya'ni har xil turdagi filmlar bilan. Bu mashq foyda berishining sababi Yuji doim hissiyotlarini bitta joyda ushlab turishni o'rganishi kerak. Agar u bitta joyda ushlolmasa, bu o'yinchoq uni Yuji hozir filmlarga berilib ketdi va Gojo unga xalaqit bermaslik uchun sekingina ketib qoldi. Gojo yo'lda bir narsani sezib to'xtadi va u joyda birdan vulqon kalli Jogo kelib qoldi. Boshida Jogo unga juda ko'p zarbalar berdi, lekin ulardan daji bittasi ham unga ta'sir qilmadi. Keyin Gojo ozginaga to'xtab, buni muhokama qilmoqchi bo'ldi. Gojoning asosiy texnikasi bu cheksizlik ekan, ya'ni hech kim unga tega olmas ekan. Va Gojo bu paytdan foydalanib, uni yaxshilab urib tashlab, keyin oxirida uzoqqa tep bordi. Va yana bir texnikasi qizil bilan unga zarba berib
Rahmat hammaga shu joygacha kuzatganinglar uchun. Keyin qochib ketishga shoshilmay turinglar. Videoni davomi allaqachon bor va boshqa kanalda chiqqan. Kommentariyada silkasi bor, o'sha kanalga tez o'tib, shundan obuna bo'lib videoni ko'rarsanglar bo'ladi. Unda hammaga xayr deb qolaman. Bu videoim yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariy ham qoldirib qo'ying.